Assalomualaykum ahli. Ikkita yangilik bor. Bittasi yaxshi, bittasi yomon. Yaxshi yangilikdan bo'lsak, yaxta ishlab chiqaradigan zavodda ish boshlandi. Faqat yomon tomoni oilaviylarga faqat. Oilaviylarga dokument, приглашение, viza hammasiga javob tekin, bepul. Xudo xolasa 1 oydan keyin tarqatishni boshlaydi. Kelaman degan odam harakat ko'rsin. Aloqaga chiqsalaring dokumentlar tashlab beramiz. Elchixonaga borib topshirib, tekin bilet pullaring hammasini to'lab beradilar. Sizlardan hech narsa ketmaydi, faqat sal harakat qilsalaring bo'ldi. Yomon yangilik ko'p emas, 50-60 ta oilaviyda qabul qilmoqchi. Boshlanishi endi hozir bitta bukser ochildi, yana bir 3 tasi ochilishi kerak. O'shangacha faqat bir 50 ta qabul qilmoqchi. Yaxshi joy. 45 yoshgacha oilalilar. 45 dan nariyog'ida, 40, 45, 50 shu atrofda. Yotoq joy tekin. Bepul kompaniyani o'zi beradi. Soatiga $9,5 toza. 1 soatiga $9,5. Shuni hisoblab 10 soatdan ishlasalaring, nima chiqarib tashlaysizlar, 1 oylikda shunda oyliklaring kelib chiqadi. O'ylab ko'ringlar akalar, ukalar, opalar. Yo'qsa ana bir 3 oy 4 oydan keyin уже yosh bolalarni qabul qilib boshlaydi. Bitta 28-30 yoshgacha bo'lganlarda faqat ularniki ishi Polshada bo'lmaydi. Или Gollandiyada, Germaniyada 2 oy praktika, u dahshat pul. Praktikaga двойной to'lanadi. 11-11,5 olasizlar. Faqat boshiga qaytib Polshaga ishga o'rganib kelgandan keyin bu yerda ham normalni shu 10-10,5